Chortoq tumanida mehnat jamoalarida xodimlarning ijtimoiy, iqtisodiy hamda huquqiy manfaatlarini himoya qilish, mehnat munosabatlarini yanada mustahkamlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston ta'lim va fan xodimlari kasb va uyushmasi Chortoq tuman bo'linmasi kengashi tashabbusi bilan tizimdagi ta'lim muassasalarida jamoa shartnomalarining 2025-yil davomida bajarilishi hamda 2026-2028 yillarga mo'ljallangan yangi jamoa shartnomalarini tasdiqlashga bag'ishlangan yig'ilishlar bosqichma-bosqich tashkil etilmoqda. Ana shunday yig'ilishlardan biri Chortoq tumanidagi birinchi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida bo'lib o'tdi. Yig'ilishda maktab rahbariyati, kasb va uyushma qo'mitasi a'zolari hamda mehnat jamoasi vakillari ishtirok etishdi. Dastlab maktab direktori hamda kasb va uyushma qo'mitasi tomonidan 2025-yil davomida jamoa shartnomasi doirasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot taqdim etildi. Ta'kidlangandek, o'tgan yil davomida xodimlarning mehnat shartnomalarini yaxshilash, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralarini kengaytirish hamda ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida qator amaliy ishlar amalga oshirilgan. Shuningdek, jamoa shartnomasining 2025-yil yakunlari bo'yicha bajarilishi holati yuzasidan tayyorlangan ma'lumotnoma, dalolatnoma yig'ilish ishtirokchilariga yetkazildi. Yig'ilish davomida 2026-28-yillarga mo'ljallangan yangi jamoa shartnomasi loyihasi muhokama qilinib, mehnat jamoasi tomonidan ma'qullandi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, jamoa shartnomalari ish beruvchi va xodimlar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, xodimlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish hamda mehnat jamoalarida barqaror muhitni ta'minlashda muhim hujjat hisoblanadi. O'zbekiston ta'lim va fan xodimlari kasb uyushmasi Chortoq tuman bo'linmasi kengashi tomonidan bu kabi yig'ilishlar boshqa ta'lim muassasalarida ham izchil davom ettirilmoqda.